Kun juda ham issiq o'rtoqlar. Tog'ni ko'ryapsizlar? Tog' deyman, o'rmon. Kun juda issiq. Issiqlab ketdi odam. Turklarning magazinidan chiqdik. Endi yo'limizni davom ettiryapmiz Italiya tomonga qarab. Golf maydonchami bu? O'rtoqlar qaranglar. Bu yerda golf maydonchasi bor ekan. Atrofni ko'ryapsizlar chiroyligini. Kecha hech kimga istoriya qo'ymadim, chunki videolarning tagida hech kim eng ko'p o'rtoqni bittalab belgilamadi. Agar bugundan har kuni kimdir videolarimizga, ya'ni hamma video qo'ygan videoyimizga kamida 100 tadanmi, 200 tadanmi, 300 tadanmi balkim o'rtog'ini bittalab belgilasa, hammani bittalab emas, bittalab belgilasa, o'sha insonni kechqurun istoriya qo'yamiz. Har kuni shunaqa qilamiz. Agar kim har kuni videolarimizda aktiv bo'ladigan bo'lsa, albatta tekshirib chiqamiz biz. Lekin atrofga 5 baho. Holimizga necha baho? Holimizga maymun yig'layapti hozir. Chunki juda ham issiq. Nima gap o'rtoqlar, qalay? Yoqdimi sizlarga? Chiroy, qalay, chiroy. Xuddi 18 yosh qizga o'xshaydimi? Tabiat. Ablan. Tabiat. Mana mashina qanaqa bu? Nimaniki? To'rttadan 8 ta balon bor bitta mashinada. Och ko'z o'zbekni men ko'rmaganman hayotda. O'rtoqlar, hozir biz turklarning magaziniga keldik. Qaranglar. Guruch, bu non, sho'rvasini tekinga beraman dedi. Sizlarga prosta gratis dedi. Kola oldik. Hozir o'zlari ham bu yoqda o'tirishibdi amakilar, Turkiyadan ekan. Bu yoqda yaqin o'rtada masjid bor deyishdi. Biz yo'limizni mana masjid ekan. Endi kiramizmi? Kiramiz. Bugun biz qayerga borishimiz kerak? Innsbruckga borishimiz kerak. Innsbruckdan keyin Yashamas Innsbruckga emas, Italiya yo'liga chiqib olishimiz kerak. Italiya, Innsbruckga borib Italiya yo'liga tushib olishimiz kerak bo'ladi. Keyin biz yo'limizni davom ettiramiz. Yoqimli shaqar. O'rtoqlar, bu masjidning ichi qarasizlar, kiraverish. Bu yoqda bilyard bor ekan. Endi ichini ko'ramiz. Bismillah. Bu turklarning jome masjidi. Xo'p, o'rtoqlar, masjidning ichida turklarning masjidi. Bu yoqda jome masjidi. Esinglarda bo'lsa, tashqarida ovqatlanib o'tirdik. Ovqatlanib bo'ldik, namoz o'qib bo'ldik. Endi oqtosh yo'qmi? Rostdan oqtosh qani buni? Bu yo'ga 1 euro tiqasizlar. Bitta o'yin 1 euro ekan. Biz 2 marta o'ynamoqchimiz. Naqd pulimiz yo'q edi. Bu yoqqa naqd pul tiqish kerak ekan. Turkiya makini oldiga kirdik. Kartada pul beramiz. Keyin bizga naqd pul berasan dedi. Yo'q, shuni 5 euro shuni berib yubordi. Kerak emas dedi. Biz 2 marta partiya o'ynaymiz. Kim yutar ekan 2 marta? Nima deb o'ylaysizlar? Bilyard o'ynashni biladiganlar bormi? Qo'shilasizlarmi? Necha? 2-1. 2-1 mi? 2-1. Pul tugab qoldi. O'sha o'ynardik. Qarochi, bitta oqtosh yo'q ekanda. 2 kim? Kim 2? Kim 2? Men 2. Qarochi o'rtoqlar 2-1 hisobiga yutqazdi mayli endi. Hozir qarochi powerbanklarimiz to'ldiryapmiz. Biz bekorga o'tirganimiz yo'q. Powerbanklarimiz bu yoqda. Hammasini to'ldiramiz dedi. 17% bo'ldi. Keyin yo'lga chiqamiz. Bugun erta yuradigan bo'lsak, xudo xolisa Italiyada bo'lamiz. 68-kunimizda tugadi o'rtoqlar. Biz qayerda qolishimizni videosi chiqdi. Men aytgandim, agar kim hamma videoyimizga ko'p like do'stini belgilaydigan bo'lsa, bittalab do'stini belgilaydigan bo'lsa, men istoriya qo'yib beraman degandim. Oxirgi videoyimiz chiqdi. Keyin biz 2 soatdan keyin tekshirib chiqamiz. Hamma bugun qo'ygan videolarimizga kommentiga eng ko'p o'rtog'ini belgilagan bo'lsa, o'sha insonni bitta istoriya qo'yib beramiz bugun. Oxirgi videoyimiz ham chiqdi. Xohlasanglar oxirgi videoyimizga yutib qolarsizlar. Bilmaymiz. Balkim birinchi videoyimizni aniqlaymiz bugungi kunda yoki ikkinchi yoki uchinchi qaysidir videoyimizni aniqlaymiz. Faqat bugungi qo'ygan videoyimizdan. O'zbekiston biza ertaga
69-kunimizni boshlaymiz. Bu shunchaki 69-kun emas. Juda ham bir biz uchun hayotimiz ko'zimiz oldidan o'tgan kun. Ertaga 69-kun, Xudo xohlasa 2 oyga bormasdan biz Portugaliyaga tarix yozamiz. O'qiymizmi? O'qiymiz. Mikrofondami? O'zi ishlayaptimi mikrofon? Bismillah. Ishlamasakmi? Batareykalarni sug'urib ketibdi-da hozir aka. Короче, promo efirda aniqladik. Bugun hamma videomizga eng ko'p video yozgan insonni aniqladik. Mana shu inson bemalol o'tib salominglarni aytib qo'yishinglar mumkin. Qiz bola bo'lib qoldi. Ertaga kim bo'lishi mumkin? Arlan do'ppilarni kiyib oldi. Oh, mashallah. Hozir aka bo'ldingiz endi. Hozir biz namoz o'qiymiz, keyin pastga tushib dam olamiz, ertaga bomdodni o'qib yo'limizni davom etamiz. Hech kim yo'q bizdan boshqa. Shunaqa gaplar. Yaxshi dam olinglar.